kuni bo'yi nima yedik kontenti boshlandi do'stlar. Nonushtaga keldik. Nonushtamizga cinnamon roll bilan xachapuri oldik. Hozir yeyishimdan ko'rasizlar qanchalik mazali bu, shunaqangi menga yoqdi, popolam qildik pochchaylar bilan-da. Keyin qahva oldik. Albatta ertalab qahvasiz menda boshlanmaydi. Shu yeb turgan joyimda yuzimga nimadirlar yopishib qolsa bormi, yegan narsalarim pamomi yopishib qoldi-yu shirinligidan. Pochchaylar olib tashadi. Bu yoqdan chiqib xullas Koskaga bordik. Koskada unaqangi ko'p narsa emas, bir ikkita narsa olishimiz kerak edi. 15 minut pochchaylar olibdi, tarvuz tanladilar. Nimayli. Hamma narsani pulini to'lab, oziq-ovqatlarni mashinaga yuklab, keyin sekin Home Depot degan joyga keldik. Bu magazin erkaklarning Sephora'si. Bu yerda instrumentlar sotiladi. Bir balolar shu uyga kerakli mamnaqangi korobkalar oldik, yana bir to'da narsalar oldik-da, trenajyorni zalga keldik. Pochchaylar ozgina ozish kerak, lekin nimagadir men mashq qildim, mayli. Xullas, preskacha chiqildik, ozgina xingir gaplashib, keyin trenajyorkamizda basseyn bor. Basseynga yo'l oldik. Havo juda ham yaxshi edi, bizga yoqdi. Basseyn kattagina, mana qaranglar, model slow-mo qilib qo'yili shu joyini. Keyin jakuziga ozgina o'tirdik, massajli jakuzi edi, keyin ovqatlanganni yo'l oldik. Bu Hibachi restorani, bu yoqda $20 to'laysizlar, xohlaganingizcha ovqat yeysizlar, ko'rib turganinglar dedingiz mahsulotlari, sushi, sho'rvalar, har xil salat, nima desertlar deysizlarmi, mevalar deysizlarmi, даже morojenelargacha, muzqaymoqlargacha bor. Mana pochchaylar muzqaymoq olib, shunaqa qilib xullas kunimizni o'tkazdik.